O'moqda temdan baland balolib maqtanib Instagramga qo'ymay qo'ringlar to'g'risi. Hali past baloganlarni uydagilar, mana molar ham 11 yil maktabda deb turib oladi-da uyga borsa. Men qo'yapman ukamni balani ko'rib anjang uydagilarni oldiga jo'natib yuborishga. Buxoroda abort o'p ketgan bola alifbeda L harfigacha o'rganib, DTMga kirib 800 ball to'plab chiqib degan xabar ishonib oladi. Biz tarafda bilasizlar qanaqa hali ingliz tili o'qigansan deydi. Ha, siz g'ayrioli degan so'zni tarjima qilib berchi deydi. Qaysi tildan qaysi tilga tarjima bo'ladi siz? G'ayrioli o'zbek tili meva-yu deydi. Eng qiyin ingliz tiliga tarjima qilinadigan meva watermelon. Bu teacher azamga g'ayriolini tarjima qilingchi desam, bloklab beradi meni, to'g'ri. Yana sizlar o'qigan maktab bilan biznikini farqi bormi deyman. Hali fizika domlalar chiqib qolyapti, o'quvchilarni stadionga to'plab pufalar chiqib. Bizni fizikadan qilishimiz kerak bo'lgan eng esda qolarli narsa kitobni olib kelish kerak edi maktabga. To'g'ri, hali idishlar bor-da, eksperiment qiladi. Qilgan eng zo'r eksperimentimiz bitta oshnam nosini tupurib qo'ygan. Bu shu